Bu maslahat agarda siz chuqur suvga tushib ketadigan bo'lsangiz, hayotingizni saqlab qolishi mumkin. Suvga tushib ketganingizda o'zingizni bo'sh tutishingiz va sarosimaga tushmasligingiz kerak. Ko'rib turganingizdek, bu erkak xuddi suvda turgandek. Aslida suvning chuqurligi 2,5 metr, bu erkakning bo'yi esa 190 santimetr va uning oyoqlari suvni tagiga tegayotgani yo'q. Agarda u o'z qo'llarini suvdan oladigan bo'lsa, uning boshi suvning ichiga kirib ketadi. Agarda u qo'llarini yoygan holda suvda qoldiradigan bo'lsa, unda uning boshi suvdan yuqorida bo'ladi. Bu oddiy maslahatdek tuyulishi mumkin, ammo baxtsiz hodisa ro'y berganda hayotingizni saqlab qolishi mumkin. Videodagi bola suvga sakraydi va suvdagi quvurni o'z qo'li bilan ushlaydi. Quvurdan elektr toki simlari o'tadi shekilli, bola quvurni ushlashi bilan harakatdan to'xtaydi va suvni ichiga kirib ketadi. Unutmang, o'zingiz bilmagan suv havzalariga sakrash va unda cho'milish hayot uchun xavflidir. Ikkinchi videoda esa yigit basseyn chuqurligini tekshirmasdan unga boshi bilan sakraydi va bo'ynini sindirib oladi. Bu bo'yin umurtqalari shikastlanishi deb ataladi va bu hayot uchun juda ham xavflidir. Agarda odam suv tagiga va devorga boshi bilan urilsa, bu umurtqaning sinishiga olib keladi. Bu esa bir zumda falajlikka olib keladi. Inson qo'l-oyoqlarini va boshini ko'tara olmay qoladi. Agar suvga sakragandan keyin bo'yin sindirilsa, inson o'zini qutqara olmaydi. Unutmang, doimo suvga bosh bilan emas, oyoq bilan tushing. Ayniqsa, agarda siz o'sha suv havzasiga birinchi marta tushayotgan bo'lsangiz va chuqurligini bilmasangiz. Suvga aynan bosh bilan emas, oyoq bilan tushish sizning tanangizni himoya qiladi. Bunday jarohatlarni asosan 10 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan o'g'il bolalar olishadi. Suv chuqur bo'lgan taqdirda ham suvni tagida nima borligini bilib bo'lmaydi. Odatda suvni tagida beton plitkalari va boshqa to'siqlar bo'lishi mumkin. Keyingi videoda esa yigit suvga noto'g'ri sakrashi natijasida o'z umurtqasini sindirib oladi va falaj bo'lib qoladi. Suvga 3 metrlik balandlikdan sakrash betonga sakrash bilan barobardir. Suvga noto'g'ri sakrash natijasida qovurg'a va umurtqaning sinishi, ichki a'zolarning lataishi va zarba natijasida inson hushdan ketib qolishi mumkin. Suvga sakragan paytingizda belingiz yoki qorningiz bilan urilganingizda bu balandlikdan asfaltga qarab sakraganda oladigan zarba bilan tengdir. Kanalimga obuna bo'ling, biz bilan sizning xavfsizligingiz yanada oshadi.